Xohlang ushbu videoni o'tkazib yuboring, xohlang o'tkazdirmang. Bir insonning hayoti sizga muhim bo'ladigan bo'lsa, mana shu yurtdoshimizni hayotiga befarq bo'lmaydigan insonman deydigan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum do'stlar. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Diydor mahallasidan menga video murojaat kelib tushdi. 2008-yilda tug'ilgan Hamroyev Azizbek, maktab bitiruvchisi. Ushbu ukamiz siz va biz qatori bu dunyoda yashagisi keladi. Albatta jonni berguvchi Alloh, jonni olguvchi ham Allohdir. Biz esa faqat sabablarni qilamiz xolos. Mana shu ukamizni ikkala buyraklari ishdan chiqqan. Ya'ni mana shu ukamizga buyrak ko'chirish kerak. Shu ukamizga Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida ehson yig'ishyapti ekan. Va menga ham iltimos qilishdiki, iltimos mana shunga bir yordam qilsangiz deb murojaat qilishdi. Hali maktab bitiruvchisi bo'lgan yosh ukamizni ko'rib yo'q deya olmadim. Bu videoni ko'rib siz o'tkazdirib yuborishingiz mumkin, e'tibor bermasligingiz mumkin. Bu video sizga hech qanday ahamiyat kasb etmasligi mumkin. Ammo sizni birgina harakatingiz, mana shu videoga bir dona like bosib, izohlarda bir dona izoh yozib va imkoningiz bo'lsa 5 mingmi, 10 mingmi istalgancha ehson qilib, mana shu ukamizni hayotini saqlab qolish uchun bir dona sabab qilish imkoniyati sizda bor. Xohlang bu imkoniyatdan foydalaning, xohlang foydalanmang. Ammo men buni e'tiborsiz qoldira olmadim. Kecha jonli efirimda iltimos qilgandimki va so'ragandimki, auditoriyamdan nima qilaylik mana shu masalani deganimda, izohlarda chiqaring, natijasi Allohdan, imkoni boricha yordam qilamiz deyishdi va men videoni chiqarishga harakat qilyapman. Imkoningiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha mana shu ukamizni sog'ayib ketish uchun va mana shu buyraklarni almashtirish uchun kerakli bo'lgan summani yig'ish uchun birgalikda harakat qilasizlar degan umiddamiz. Video murojaatni sizlarga havola etaman. Izohlarda esa yaxshi izohlarni kutib qolamiz. Videoning tarqalishiga qo'ldan kelgancha yordam bering. Assalomu alaykum hurmatli Komiljon Ali YouTube kanali obunachilari. Biz sizlar bilan Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi tibbiyot birlashmasidan, ya'ni bugungi kunda mana shunday buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan katta jarrohlik amaliyotini o'tash kerak bo'lgan Azizbek Hamrayev bilan birgalikda mana shu post qo'yapmiz sizlarga. Sizlardan bitta narsani iltimos qilib so'raymiz. Azizbek Hamrayev bugungi kunda 15-16 yosh atroflarida buyrak yetishmovchiligi kasalligi bilan katta jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak. Shu borada Komiljon Ali YouTube kanali obunachilaridan, qolaversa butun O'zbekiston xalqidan, qolaversa mana shu jamiki saxovatpesha akalarimizdan mana shu Azizjon Hamrayevga amaliy hamda buyrak yetishmovchiligi masalasi bo'yicha katta jarrohlik amaliyotini o'tkazishimizga yordam berishlaringizni iltimos qilib so'ragan bo'lardik. Xudo xohlasa mana shu ikkala buyrak yetishmovchiligi jarrohlik amaliyotini o'tkazganimizdan keyin Azizjon oyoqqa turib O'zbekistonimizga xizmat qiladigan, O'zbekiston koriga yaraydigan ajoyib inson bo'lsa, albatta saxovatpesha akalarimiz qilgan yaxshiliklarni qaytaradi. Inshaalloh Azizbekni o'zidan qaytmasa-da, mana shu qilgan yaxshiliklaringiz, qilgan ehsonlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin, Allohdan qaytsin. Bugun ro'za Ramazon kunida mana shunday bir ajoyib bir pallada biz bir yaxshi insonni mana shu tuzalib ketishiga, oyoqqa turib ketishiga harakat qilayotgan bir jabhada bugungi kunda Komiljon Ali YouTube kanali obunachilaridan yana bir bor shuni iltimos qilib so'rardikki, mana shu murg'akkina go'dak hayotiga befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Rahmat.